Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Saddam Hajmatov va siz Saddam TV'ni kuzatmoqdasiz. Azizlarimiz, bugun bizni videomizda qahramoni stanok deb qo'yib, bu stanok briket chiqaradi. Ya'ni ko'mir briket chiqaradi. Misol mayda ko'mirdi mana mayda elangan ko'mirdi, ko'ryapsizlar, o'nta tutunli o'zi. Eng atxodi. Kalavotda elanib, yana bir marta elanganida shundan hozir ko'mir briket chiqaramiz. Ko'mirni olib, suv qo'shib, aralashtirib, mana bunday havo yap kelamiz. Qo'lingizda bunday siqqaningizda siqilib, bunday preslanish kerak. Bunday solamiz paqirga. Endi bunkerga olib borib solamiz. Stanokni bunkeriga. Stanokni bunkeri shunga solinadi. Ko'mirni mayga hozir tushiramiz. Ko'mirni tushirib oldik. Endi preslaymiz. Mana bitta briketimiz tayyor. Xudo xohlasa shuni 2 kun quritamiz va pechkaga solib ko'ramiz. 15 minut vaqt o'tdi. Pechkani ochib qaraymiz. Yonishi mana tagidan cho'g' bo'lib, tepasidan teshiklardan o't chiqib yonyapti. Hodisa qo'yatsa bo'lyapti. Ichidagi gazlar ham mashina bo'lib yonib chiqib ketyapti. Mana ko'mir briketlarimiz yonishini ham ko'rdingiz. Hammasi yaxshi, lekin bitta nosi bor. U nosi misoli pechkada 15 minut, 20 minut yongandan keyin uqalanib ketyapti. Bu stanok o'zi o'zbekistonlik Oybek Qosimovniki Farg'ona viloyatidan keldi, olib keltirdik. Olib keltirganimizga 1 oy bo'ldi. Bir 20 xil, shunisi bilan 20 xil chiqarib ko'rdik. Lekin hammasi pechkada uqalanib ketyapti. O'zbekistonda ko'miriga qo'shadigan narsasini biz Qirg'izistonning ko'miriga qo'shsak, baribir yaxshi qattiq chiqmayapti. Pechkada uqalanib ketyapti. Agarda kimki biladigan bo'lsa, shuni sostavini, shuni sekretini Qirg'izistonda chiqarib ko'rgan bo'lsa, shu sekreti bilan biz bilan bo'lishinglar. Xudo xolasa foyda bo'ladi hammamizga. Chunki ko'mirlar hozir qimmat, qishda undan ham qimmatroq bo'ladi. Svet ham oz, ham qimmatladi. Bu briketlarni xudo xolasa arzon qilib chiqaramiz. Misoli 1 tonna mayda ko'mir 1 so'm 1500 so'm bo'lyapti. Bunga yana shu bir narsa qo'shsak, shu greta 2 so'm, 2,5 so'mga tushsa ham, yana qop-sop, bu rasxod yo'l kirasidan 3 so'mga tushsa ham, misoli 5 so'mdan sotilsa ham, ancha arzon bo'ladi-da. Ertagaga bu ko'mirlarimiz hozir tanlab o'zi 4,5 so'm bo'lyapti, eng oldilari 5,5 bo'lyapti. Qishda bular 7 so'm bo'lib ketadi-da. Shunda agar biz shu briket chiqarib 5 so'mdan sotadigan bo'lsak, yerga ham ancha arzonroq bo'ladi. Shuning uchun harakat qilyapmiz. Bilganlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar yoki WhatsApp nomerga yozsanglar ham bo'ladi. Shunaqa gaplar.